Agar uyingizda gaz hisoblagich bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki bugun men oddiy bir tekshiruv qanday qilib 22.500 ming so'mlik jarimaga, gazdan uzilishga, qarzdorlik sudga chiqishiga va eng yomoni kvartirangiz bilan bog'liq jiddiy muammolarga olib kelishi mumkinligini tushuntirib beraman. Ko'pchilik men hech narsa qilmaganman, hisoblagich o'zi turibdi, gaz xodimlari kelib tekshirsa tekshiraversin deb o'ylaydi. Lekin amalda bitta imzo, bitta tushunmay yozilgan tushuntirish xati yoki tekshiruv dalolatnomasini o'qimay tasdiqlash katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga gaz hisoblagich tekshiruvida nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavf ostida ekanini, qaysi holatlarda jarima qonuniy bo'lishi mumkinligini, qaysi holatlarda esa o'zingizni himoya qilishingiz kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Video oxirigacha ko'ring. Chunki men amaliy qadamlarni ham aytaman. Gaz xodimi kelganda nima qilish, qanday hujjat so'rash, nimaga imzo qo'ymaslik, qayerga shikoyat yozish va qanday dalillarni yig'ish kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga juda katta pulni saqlab qolishi mumkin. Avval gaz hisoblagich masalasi ko'pchilik uchun oddiy ko'rinardi. Hisoblagich bor, oyma-oy ko'rsatkich beriladi yoki avtomatik hisoblanadi, to'lov qilinadi. Tamom. Gaz tashkiloti vaqti bilan kelib plombani ko'radi. Hisoblagichni tekshiradi. Eski bo'lsa almashtiradi. Odamlar ham bunga uncha jiddiy qaramasdi. Masalan, hisoblagich potvalda turibdi, zinapoyada turibdi yoki oshxonada shkaf ichida turibdi. Plomba bor yo'qligini ko'pchilik hatto bilmaydi. Qachon metrologik tekshiruvdan o'tgan, muddati tugaganmi, dalolatnoma qayerda? Bu savollarga ko'p xonadon egalari javob bera olmaydi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Resurslar hisobini yuritish ancha qattiqlashdi. Gazdan noqonuniy foydalanish, hisoblagichga aralashish, plombani buzish, hisoblagichni aylanib o'tish, magnit qo'yish, ko'rsatkichni kamaytirish kabi holatlarda katta jarimalar qo'llanmoqda. Ayrim holatlarda hisob-kitob juda katta summa bilan chiqadi. Masalan, gaz tashkiloti hisoblagich ishlamagan, plomba buzilgan, gazdan hisoblagichsiz foydalanilgan yoki aralashuv alomatlari bor deb dalolatnoma tuzsa, keyin iste'molchi nomiga millionlab so'm qarzdorlik yozilishi mumkin. 22.500 ming so'm degan raqam ham shunday holatlarda uchraydigan. Odamni bir zumda hayratga soladigan summalardan biri. Eng katta xato shundaki, odamlar gaz xodimi tuzgan hujjatni oddiy qog'oz deb o'ylaydi. Aslida tekshiruv dalolatnomasi keyinchalik asosiy dalilga aylanishi mumkin. Siz men rozi emasman demasdan imzo qo'ysangiz, keyin men tushunmaganman deyish qiyinlashadi. Imzo har doim ham aybni tan olish degani emas, lekin noto'g'ri yozilgan dalolatnomada sizning e'tirozingiz ko'rsatilmasa, bu sizga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, gaz hisoblagich masalasida hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Birinchi navbatda gaz hisoblagich sizning xonadoningizdagi oddiy qurilma emas, balki moliyaviy javobgarlik tug'diradigan hisob vositasi. Uning plombasi, seriya raqami, o'rnatilgan sanasi, metrologik tekshiruv muddati, ko'rsatkichlari va joylashuvi muhim. Agar hisoblagich sizning kvartirangiz ichida tursa, uni saqlash, begona aralashuvdan himoya qilish, ko'rsatkichlarni nazorat qilish bo'yicha mas'uliyat ko'proq sizning zimmangizda bo'ladi. Agar hisoblagich umumiy koridorda yoki tashqarida tursa, vaziyat boshqacharoq bo'lishi mumkin. Chunki unga boshqa odamlar ham yaqinlasha oladi. Lekin bu ham avtomatik ravishda sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Har bir holatda dalil muhim. Masalan, bir oila kvartirada yashaydi. Gaz hisoblagichi zinapoyada joylashgan. Bir kuni gaz xodimlari kelib plomba shikastlanganini aytadi va dalolatnoma tuzadi. Oila biz tegmaganmiz. Hisoblagich uy ichida emas, hamma o'tadigan joyda turibdi deydi. Mana shu joyda asosiy savol tug'iladi. Oldingi tekshiruvda plomba butunligi qayd etilganmi? Hisoblagich joylashgan joy yopiqmi? Kamera bormi? Qo'shnilar guvoh bo'la oladimi? Iste'molchi ilgari gaz tashkilotiga hisoblagich xavfsiz joyda emasligi haqida murojaat qilganmi? Agar bu dalillar bo'lsa, oila o'z pozitsiyasini ancha kuchli himoya qiladi. Agar hech qanday dalil bo'lmasa, jarimani bekor qildirish qiyinlashadi. Yana bir misol. Xonadon egasi gaz to'lovini doim vaqtida qilgan, qarzi yo'q. Gaz xodimi kelib hisoblagich ko'rsatkichi bazadagi ko'rsatkich bilan mos emasligini aytadi. Ba'zan bu insonning firibgarligi emas, oddiy texnik yoki ma'muriy xato bo'lishi mumkin. Masalan, ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan. Eski hisoblagich
almashtirilganda yakuniy ko'rsatkich noto'g'ri yozilgan. Abonent raqami adashgan yoki tizimda boshqa xonadon ma'lumoti chiqib qolgan. Bunday holatda odam vahimaga tushib, mayli, nima desangiz bo'ladi deb imzo qo'ymasligi kerak. Men bunday paytda darhol eski to'lov kvitansiyalarni, SMS to'lov tarixini, bank ilovasi cheklarni, avvalgi dalolatnomalarni va hisoblagi suratlarni yig'ishni maslahat beraman. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi guruh eski uylarda yashaydiganlar. Chunki eski uylarning gaz quvurlari hisoblagich joylashuvi, plombalar va hujjatlarda tartibsizlik ko'p uchraydi. Ikkinchi guruh kvartirani ijaraga berganlar. Egasi boshqa joyda yashaydi. Ijarachi esa hisoblagichga nima bo'layotganini kuzatmaydi. Keyin jarima kelganda. Abonent kimning nomida bo'lsa, muammo o'sha odamga yopishadi. Uchinchi guruh yaqinda uy sotib olganlar. Ko'pchilik oldi-sotdi paytida kadastr, kommunal qarz, elektr va suvni tekshiradi. Lekin gaz hisoblagichning holatini alohida dalolatnoma bilan rasmiylashtirmaydi. Keyin oldingi egadan qolgan muammo yangi egaga bosh og'riq bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizda barcha to'lovlar joyida bo'lsa, hisoblagich plombasi butun bo'lsa, metrologik tekshiruv muddati o'tmagan bo'lsa, gaz tashkiloti bilan tuzilgan barcha dalolatnomalar saqlangan bo'lsa va hisoblagichning holatini vaqti bilan suratga olib tursangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men xavotir olmayman degani, hech narsani tekshirmayman degani emas. Hozirgi sharoitda uy egasi o'z kommunal hujjatlarini tartibda saqlash kerak. Bu oddiy ehtiyotkorlik. Ko'pchilik men oyga 100 ming yoki 200 ming so'mlik gaz ishlataman. Qanday qilib bir danaga 22.500 ming so'm chiqadi deb so'raydi. Buning sababi shundaki, ayrim qoidabuzarliklar bo'yicha hisob-kitob real ishlatilgan gaz bo'yicha emas, normativ, quvvat, vaqt oralig'i yoki maksimal hisoblash usuli bo'yicha chiqarilishi mumkin. Ya'ni tashkilot bu davrda gaz hisoblagich orqali to'g'ri hisoblanmagan deb hisoblasa, sizning odatdagi oylik sarfingiz emas, belgilangan tartibdagi hisob-kitob asos qilib olinadi. Natijada summa oddiy oylik to'lovdan 10 barobar, hatto 100 barobar katta ko'rinadi. Masalan, xonadonda gaz plitasi va isitish qozoni bor. Agar tashkilot hisoblagichga aralashuv bo'lgan deb topsa va ma'lum davr uchun qayta hisob-kitob qilsa, isitish mavsumi, qurilmalar quvvati, foydalanish muddati kabi omillar summani oshirib yuboradi. Oila aslida oyiga 300 ming so'm to'lagan bo'lishi mumkin. Lekin qayta hisob-kitobda bir necha oy yoki undan ko'proq davr olinib, millionlab so'm chiqadi. Men bu yerda muhim narsani ta'kidlayman. Har bir katta summa avtomatik ravishda noto'g'ri degani emas, lekin har bir katta summa albatta tekshirilishi kerak. Hisob-kitob formulasi davr, asos bo'lgan dalolatnoma, laboratoriya xulosasi va qoidabuzarlik turi aniq ko'rsatilishi shart. Yana real hayotga yaqin holatni olaylik. Gaz xodimlari keladi, hisoblagich plombasida tirnalish borligini aytadi. Uy egasi buni eski shikast deb biladi. Chunki hisoblagich ko'p yildan beri turibdi. Xodimlar esa aralashuv alomati deb dalolatnoma tuzadi. Agar shu yerda hisoblagich yechib olinib, ekspertiza yoki metrologik tekshiruvga yuborilsa, natija muhim bo'ladi. Faqat tashqi ko'rinishga qarab katta jarima qo'yish har doim ham yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Hisoblagich ichki mexanizmiga aralashilganmi, plomba haqiqatan buzilganmi, ko'rsatkichni kamaytirish imkoni bo'lganmi? Bular aniqlanishi kerak. Siz esa bu jarayonda ishtirok etish, dalolatnoma nusxasini olish va e'tirozingizni yozish huquqiga egasiz. Endi eng nozik joyga kelamiz. Imzo. Gaz xodimi kelib, bu oddiy tekshiruv. Imzo qo'yib bering deyishi mumkin. Men bunday vaziyatda hech kimni xodim bilan tortishishga chaqirmayman, lekin hujjatni o'qimasdan imzo qo'yish ham kerak emas. Hujjatda nima yozilganini ovoz chiqarib o'qing. Unda plomba buzilgan, hisoblagichga aralashilgan, iste'molchi tan oldi, noqonuniy ulanish aniqlangan degan jumlalar bo'lsa, ularning har biri katta oqibatga ega. Agar rozi bo'lmasangiz, dalolatnomaga o'z qo'lingiz bilan mazkur holatga rozi emasman, hisoblagichga aralashmaganman, qo'shimcha tekshiruv va ekspertiza talab qilaman deb yozing. Keyin imzo qo'ysangiz, imzo sizning dalolatnoma bilan tanishganingizni bildiradi. Lekin e'tirozingiz ham hujjatga kiradi. Agar xodim e'tiroz yozmang, baribir foydasi yo'q desa, bu noto'g'ri yondashuv. Sizning e'tirozingiz hujjatda bo'lishi kerak. Agar sizga dalolatnoma nusxasi berilmasa, bu ham muammo. Telefoningizda dalolatnomani suratga oling, xodimning guvohnomasini so'rang
kelgan sana va vaqtni yozib qo'ying. Agar uyda yolg'iz keksalar. Ayollar yoki hujjatni tushunmaydigan odamlar bo'lsa, iloji bo'lsa, darhol farzandlari yoki yaqinlariga qo'ng'iroq qilsin. Chunki ayrim muammolar aynan shoshiltirish va tushuntirmaslik oqibatida paydo bo'ladi. Ammo holatda ham gaz tashkiloti aybdor. Iste'molchi esa haq degan fikr ham noto'g'ri. Men ekspert sifatida buni ochiq aytaman. Agar odam hisoblagichga magnit qo'ygan bo'lsa, plombani buzgan bo'lsa, hisoblagichni aylanib o'tib yashirin quvur tortgan bo'lsa yoki gazdan noqonuniy foydalangan bo'lsa, javobgarlik keladi. Bu faqat jarima emas, ba'zan ma'muriy yoki boshqa huquqiy oqibatlari ham olib kelishi mumkin. Bunday harakatlar nafaqat noqonuniy, balki xavfli ham. Gaz bilan o'ynashish, portlash, yong'in va odamlar hayotiga xavf tug'diradi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Har bir texnik nosozlik iste'molchining aybi bo'lavermaydi. Hisoblagich zavod nuqsoni bilan ishlamay qolishi mumkin. Metrologik muddati o'tgan bo'lsa, buning uchun kim mas'ul bo'lganini aniqlash kerak. Hisoblagichni gaz tashkiloti vaqtida almashtirishi kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Plomba tashqi muhit, korroziya, eski sim, ta'mirlash ishlari yoki umumiy joydagi begona aralashuv sabab shikastlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun dalil, ekspertiza va yozma tartib juda muhim. Yana bir nozik jihat. Kvartirani sotib olayotganda gaz bo'yicha qarz yo'q degan og'zaki gap yetarli emas. Siz abonent hisobidagi qarzdorlikni, hisoblagich ko'rsatkichini, plomba holatini va oxirgi tekshiruv dalolatnomasini ko'rishingiz kerak. Oldi-sotdi shartnomasidan oldin sotuvchi bilan birga gaz tashkilotiga borib, holatni aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. Aks holda siz uyga ko'chib kirganingizdan keyin oldingi davrda qoidabuzarlik bo'lgan degan hujjat chiqib qolsa, kim javob berishi bo'yicha tortishuv boshlanadi. Sudda esa men bilmaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. Ijara masalasi ham ehtiyot bo'lish zarur. Agar kvartirani ijaraga bersangiz, shartnomada kommunal to'lovlar kim tomonidan va qanday muddatda to'lanishi, hisoblagichlarga zarar yetkazsa kim javob berishi, tekshiruv kelganda ijarachi egani darhol xabardor qilishi yozilishi kerak. Har oy gaz hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib yuborishni odat qiling. Bu mayda ishdek ko'rinadi, lekin keyin nizoda juda katta yordam beradi. Masalan, yanvar oyida ko'rsatkich 12500 bo'lgan, fevralda 1260 martda 1280. Suratlarda sana bo'lsa, to'lov cheklari bilan birga tarf mantiqan ko'rinadi. Birdaniga katta farq chiqsa, siz buni tezroq sezasiz. Kvartirani qanday yo'qotish mumkin degan savolga ham aniq javob beraman. Odatda bitta gaz jarimasi kelishi bilan hech kim darhol kvartirani olib qo'ymaydi. Lekin katta qarzdorlik tan olinib, vaqtida shikoyat qilinmasa, keyin talabnoma, sud, ijro hujjati, majburiy undirish jarayonlari boshlanishi mumkin. Qarzdorning bank kartalari, ish haqi, mol mulki bo'yicha cheklovlar qo'yilishi ehtimoli bor. Agar summa juda katta bo'lsa va boshqa qarzlar ham yig'ilsa, mulk bilan bog'liq ijro harakatlari darajasiga borib qolishi mumkin. Shuning uchun keyin ko'ramiz deb yurish eng xavfli yo'l. Katta summa chiqdimi? Darhol yozma ravishda harakat qilish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bugunoq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Plomba bormi, butunmi, raqamlar ko'rinadimi? Hisoblagich serial raqami hujjatdagiga mosmi, ko'rsatkich aniq o'qiladimi? Telefoningizda umumiy ko'rinishini, plombani serial raqamini va ko'rsatkichni suratga oling. Suratlar sana bilan saqlansin. Har oy kamida bir marta shunday surat olishni odat qiling. Bu sizni halol ekaningizni isbotlashda yordam beradigan oddiy, lekin kuchli dalil. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda gaz shartnomasi, hisoblagich o'rnatilgan yoki almashtirilgan dalolatnoma, oxirgi metrologik tekshiruv hujjati, plombalash dalolatnomasi, to'lov kvitantsiyalari va bank cheklari bo'lishi kerak. Agar bular yo'qolgan bo'lsa, gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qilib, nusxalarini so'rang. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, kirim raqami oling yoki elektron murojaat yuboring. Keyin men so'raganman degan isbot qo'lingizda bo'ladi. Uchinchi qadam, gaz xodimi kelganda tartibli harakat qiling. Avval xizmat guvohnomasini so'rang, tekshiruv maqsadini so'rang. Dalolatnoma tuzilsa, uni boshdan oxirigacha o'qing. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, izoh talab qiling. Agar rozi bo'lmasangiz, albatta e'tirozingizni yozing. Rozi emasman degan bitta jumla ham keyingi himoyada muhim. Yana yaxshiroq shakl. Dalolatnomada ko'rsatilgan qoidabuzarlikni tan olmayman. Hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil ekspertiza va qayta tekshiruv talab qilaman.
hisob kitob asoslari yozma berilsin. Mana shu mazmundagi yozuv sizning pozitsiyangizni aniq qiladi. 4-qadam katta jarima yoki qayta hisob kitob chiqsa, darhol yozma e'tiroz bering. Unda dalolatnoma sanasi, abonent raqami, manzil, hisoblagich raqami. Siz rozi bo'lmagan holatlar talablaringiz ko'rsatiladi. Talablar quyidagicha bo'lishi mumkin. Dalolatnoma nusxasini berish, hisob-kitob formulasi va davrini tushuntirish, ekspertiza xulosasini taqdim etish. Hisoblagich yechilgan bo'lsa saqlash va tekshirish tartibini ko'rsatish, qarzdorlikni vaqtincha nizol deb belgilash, gazni asossiz uzmaslik. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, javob kelganini va yuborilgan sanani saqlang. 5-qadam zarur bo'lsa yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Hududiy gaz ta'minoti idorasi javob bermasa yoki javob qoniqtirmasa. Iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga, prokuraturaga, sudga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan yoziladi. Menga nohaqlik qilishdi degan gapning yonida dalolatnoma, to'lov cheklari, suratlar, oldingi yozishmalar, guvohlar va hisob-kitobdagi xatolar bo'lishi kerak. Shunda murojaatingiz kuchli ko'rinadi. 6-qadam. Agar ish sudga borsa, kechikmang. Sud qog'ozlari kelganda uni chetga tashlab qo'ymang. Da'vo arizasi, qarzdorlik hisob-kitobi va ilova qilingan hujjatlarni o'rganing. E'tiroz tayyorlang, dalillarni ilova qiling. Kerak bo'lsa yuristdan yordam oling. Sudda eng ko'p yordam beradigan narsa tartibli hujjatlardir. Men ko'p holatda odamlar haq bo'lishi mumkinligini, lekin dalil yig'magani uchun yutqazishini ko'rganman. Shuning uchun har bir bosqichda qog'oz va surat saqlash kerak. 7-qadam profilaktika qiling. Hisoblagich atrofida begona buyumlar turmasin, unga bolalar tegmasin. Ta'mir qilayotgan ustalar hisoblagich va plombaga yaqin ishlaganda ehtiyot bo'lsin. Oshxonada mebel o'rnatilayotganda hisoblagich yopilib qolmasin. Gaz quvurlarini o'zboshimchalik bilan ko'chirmang. Plitani yoki qozonni almashtirsangiz, buni qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Usta biladi deb ishonib ketmang. Gaz bo'yicha har bir o'zgarish keyin hujjat so'raydi. Yana bir muhim maslahat. Hech qachon tanish orqali hal qilamiz degan yo'lga kirmang. Bu sizni yanada katta xavfga olib kelishi mumkin. Masala qonuniy bo'lsa, yozma tartibda hal qiling. Agar xodim sizdan norasmiy pul so'rasa yoki shuni bersangiz, dalolatnoma yozmaymiz desa, bu alohida jiddiy holat. Bunday vaziyatda dalilni ehtiyotkorlik bilan saqlang va tegishli organlarga murojaat qiling. Chunki kommunal tizimdagi muammoni norasmiy yo'l bilan yopish keyin yanada qiymatga tushishi mumkin. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, gaz hisoblagich tekshiruvi oddiy tashrif emas. U katta moliyaviy oqibatga ega bo'lishi mumkin. 22-500 ming so'mlik jarima yoki qayta hisob-kitob odamni bir kunda qarzdorga aylantirib qo'yadi. Lekin o'zingizni himoya qilish yo'li bor. Hisoblagich holatini nazorat qiling. Hujjatlarni saqlang, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Rozi bo'lmasangiz, e'tirozingizni yozing. Katta summa chiqsa, darhol yozma shikoyat qiling. Men sizga eng muhim qoida sifatida shuni aytaman. Og'zaki gapga emas. Hujjatga ishoning. Hamma narsani yozma qiling, suratga oling, nusxa oling, sanalarni saqlang. Shunda gaz xodimlari bilan yuzaga keladigan, bastasiz qo'rqib emas, dalil bilan gapirasiz. Sizda shunday holat bo'lganmi? Gaz hisoblagich tekshiruvida jarima, dalolatnoma yoki tushunarsiz qarzdorlik chiqqanmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon egasiga kerak.